Hozirgi paytda juda ko'p savollar tug'ilyapti. Qachon nefrostomik drenaj, ya'ni xalq tilida aytganda buyrakka trubka qo'yish qaysi holatlarda yuz berishi mumkin degan savollar tug'ilyapti. Bu holatlarda nefrostomik drenaj deb ataladi meditsina tilida. Demak, bunga sabab bo'lgan narsalar siydik tosh kasalligi yoki bo'lmasam siydik nayni tug'ma yoki orttirilgan torayishlarini hisobiga buyraklarda buyrak jom sistemasi, kosacha jom sistemasidagi dimlanishlar sabab bo'la oladi. Ularda men to'xtalib o'tmoqchi bo'lgan bir narsam, siydik nayni yuqori qismida, ya'ni buyrak jom qismidan siydik nayga o'tish joyidagi toraymalarda ko'p holatlarda bu tug'ma bo'ladi va orttirilgan kamroq holatlarda bo'ladi. Shu holatlarda demak buyraklarda dimlanish belgilari borligi uchun ularning buyrakni to'la faoliyatini aniqlash maqsadida, ya'ni rezerv kuchini aniqlash maqsadida ma'lum vaqtga buyraklarga shunaqa drenaj, nefrostomik drenaj, ya'ni buyrakka trubka qo'yish ehtimolimiz katta bo'ladi. Hozirgi paytda mana Agrofarm Medical'da bu narsalar muammolarni hal qilishda, bu siydik tosh kasalligi bo'lsin, dimlanishga sabab yoki siydik nayni qaysi bir qismida torayish bo'lishi mumkindir. Ularda hozir juda ham samarali ravishda eng yuqori texnologik apparatlarga asoslangan holatda davolash choralari olib borilyapti.